Ya tinchlikmi ukam? Nima meni mashinamni yuvasan? Nima darding bor o'zi? Sizga aytishga ham odam xijolat bo'lyapti-da shu narsani bor-ku. Nima bo'lyapti ukam? Gapir, problemang bormi? Pul kerakmi? Gap pulda emas aka, shu bitta qiz bor edi. Shuni uyiga sovchilikka borish kerak. Katta bola bo'lib qolganini ham bilmay qolman ukam. Bo'ldi, qayerda uyi? Adresini aytsang, o'zim sovchilikka boraman. Shu uyda turadimi ukam? Shu to'ka. Sen unda mashina o'tirib turganda, men kirib gaplashaman. Agar kuyovni ko'ramiz deysa, kirasan, xo'pmi? Bo'ldi. Men o'zim olib pishirib chiqaman. Bo'ldi aka. Xullas aka, ukamga sovchilikka keldim. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Kelganingiz yaxshi bo'pti. Ha, ukangiz nima ish qiladilar o'zi? Ukam chayni motor savdo salonida sotuv bo'limida ishlaydi. Ha, bu sir bo'lmasa, oyiga nech pul topadilar? Xudoga shukr, topgani o'ziga yetib turibdi. Shu oyliklariga qiziqayotganimizning sababi qaynisinglimizning kundalik rasxodlari bor-da, shularni ko'tara olarmikinlar, yo'qmikin deb so'rayotgandim-da. Bitta erkak kishi oilasini qanaqa boqadigan bo'lsa, meni ukam ham xuddi shunaqa eplaydi. Sizlar ham bir maslahat qilib ko'ringlar. Men ham bir o'ylab ko'raman. Menga ruxsat, ilohim. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, kuyov bola menga ma'qul keldi. Aka, nima bo'ldi? O'xshadimi? Erkak kishini haybatini his qilmagan xonadondan bizda qiz olinmaydi. Erkak kishini haybatini his qilmagan xonadondan bizda qiz olinmaydi.